Endi esa Super dasturiga kirish va uni sozlash haqida ozgina tushuntirib o'tamiz. Eng avvalo Super dasturini ochamiz. Kompyuter brauzeri yoki bo'lmasam boshqa bir telefon orqali www.mmtelecom.net internet sahifasini ochamiz. Menyuimizdan ma'lumotlar tugmasini tanlaymiz. Ushbu QR kodini Super dasturi o'rnatilgan telefon orqali chamasi 10 sm masofadan to'g'rilab tutib turamiz. Shundan so'ngra QR kodi tugmasini bosamiz. Ro'yxatdan o'tish vaqtidagi login raqamini va parolini shu yerga tering. Shundan so'ngra saqlash tugmasini bosing. Va nihoyat Super dasturi aktiv holatda.